Assalomu alaykum. Navbatol ilovasida muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tganingiz bilan tabriklaymiz. Mijozlar sizni ko'rishi va profilingiz orqali navbatga yozilishlari uchun hisobingiz mukammal sozlangan bo'lishi shart. Agar ma'lumotlar to'liq bo'lmasa, profilingiz ilovada mijozlar qidiruvida umuman ko'rinmaydi. Buning uchun ilovadagi ikkita asosiy bo'limni, ya'ni shaxsiy ma'lumotlar va qabul kunlari bo'limlarini to'g'ri va to'liq to'ldirish talab etiladi. Keling, buni qanday qilishni tezda ko'rib chiqamiz. Dastlab profil menyusidagi shaxsiy ma'lumotlar bo'limiga kiramiz. Ushbu bo'lim o'z ichiga ikkita muhim sahifani oladi. Asosiy oynada birinchi navbatda profilingiz uchun sifatli va tushunarli shaxsiy rasm, avatar yuklashingiz kerak. Rasm mutaxassisning ishonchlilik darajasini oshiradi. Telefon raqamingizni, tug'ilgan sana va ism-familiyangizni to'liq va to'g'ri kiritishingiz kerak bo'ladi. Shaxsiy ma'lumotlar bo'limining ikkinchi qismi esa asosiy ish faoliyati, ya'ni ish faoliyati sahifasidir. Bu yerda siz o'z yo'nalishingiz, sohangiz, tajribangiz, manzilingiz va lokatsiyangiz haqida batafsil ma'lumotlar kiritishingiz kerak bo'ladi. Lokatsiyangizni aniq xaritada belgilab ko'rsatish bu mijozlar sizni xarita orqali qidirganda osongina topishlari uchun juda zarur. Ma'lumotlar qanchalik mukammal to'ldirilsa, mijozlarning sizga bo'lgan ishonchi shunchalik yuqori bo'ladi. Endi esa ikkinchi asosiy bo'lim, alohida rukunda joylashgan qabul kunlari menyusiga o'tamiz. Bu yerda siz haftaning qaysi kunlari, qaysi soatlarda mijozlarni qabul qila olishingizni belgilaysiz. Faqat o'zingizga qulay va aniq ish vaqtlarini kiriting. Qolaversa, qabul kunlari oynasida har kun uchun mijozlarning maksimal qabul qilish sonini va o'rtacha bir mijoz uchun ko'rsatiladigan xizmat vaqtini kiritib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bo'ldi. Ikkala bo'lim ham to'g'ri va to'liq to'ldirilgach, profilingiz avtomatik ravishda ilovada faollashadi va mijozlarga ko'rina boshlaydi. Hoziroq profilingizga kiring, rasm yuklang, manzilingiz va ish vaqtlaringizni to'ldirib, ilk mijozlaringizni qabul qiling. Navbat ol, ishingizni raqamlashtirish vaqti keldi.